Agar men sizga Google umuman boshqona bilan yaratilgandi desam, ishonasizmi? 1997-yil ikki yigit Larry Page va Sergey Brin Stanford universitetida bir g'oya ustida ishlay boshlaydi. Ularning maqsadi internetdagi barcha ma'lumotlarni tartiblovchi eng aqlli tizimni yaratish edi va yaratdi ham. Bu tizimga ular matematik atama Google nomini berishga qaror qilishdi. Google bu birdan keyingi 100 ta 0, ya'ni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi raqam. Nega bu nom deyishingiz mumkin? Sababi qidiruv tizimi katta hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan ekanligini bildirish maqsadida tanlangan. Lekin domenni ro'yxatdan o'tkazish vaqtida adashib Google emas, Google deb yozib yuborishgan. Bu adashish ularga juda katta muvaffaqiyat keltirdi. Sababi Google nomi juda tez tarqala boshladi. Ba'zi xatolar eng zo'r start bo'lishi mumkin. Ammo hayot har doim ham sizni kechiravermaydi. Har bir xato bu imkoniyat emas, ba'zida yo'qotish. Google xatodan paydo bo'lgan. TIO esa sizga xato qilmaslikni o'rgatadi. Ya'ni biz to'g'ri yo'lda, bilim asosida harakat qilishni o'rgatamiz. Hoziroq IT yo'nalishlarimizdan birini tanlang va talaba bo'ling. Sizni kutmoqdamiz.